Yaxshimsizlar, bugun lag'manga xushpuroq mezlik, lag'manga ta'm kirgizgan may chiqarish usulini o'rganamiz. Oldi bilan qo'llashimizdan bir tal yurak, 6 tal raqamlarni yo'llayotgandan keyin yulduz belgisini bosib mazmunni saqlab oling. Oldi bilan rasmda ko'rsatilgandek shangsaydan 200 gram, zanjibildan 200 gram, cho'ngchingsaydan 200 gram, suamiyovdan 200 gram, bosh piyozdan 200 gram tayyor qilib olamiz. Musholat to'g'rab tayyor qilib olamiz. Keyindan mayga texim puroq kirgizish uchun buningga chingsay urqi, shangmusov, shangye, bir turkum quruq dardamalarni tayyor qilib olamiz. Oldi bilan qishimini esib olgandan keyin so'g'uq maygalam quruq dardamalarni solamiz. Quruq dardamalarni silib, o'tni intayin past qilamiz. O'tni past qilib, aralashtirib 30 minut atrofida mayda qaynatamiz. Bak ko'ydirib o'tmaymiz, musholatda bo'lgandan keyin suzib elitamiz. Keyindan buningga avval tayyor qilgan sakutotlarni solamiz. Sakutotlarni silib, buni 20 minut atrofida qaynatamiz. Keyindan buning eng oxirida samsag'ini solamiz. 50 gram samsag'ini silib, 25 minut atrofida qaynatib o'tgandan keyin 25 minut qaynatib olsak, rangi musholat keladi. Undan keyin suzib elib, suygandan keyin ishlatsak bo'ladi.